Do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana soat kechasi 12:30 dan o'tdi uje. 12:30. Shu uyda bir kvartirant odamlar yashaydi ekan. Qizi, ayasi, o'g'li bor ekan. Juda ham bir yordamga muhtoj holatda ekan. Hozir keldim, chaqirishdi. Bu kvartirant to'lab o'tirishar ekan bu uyda. Mana bu mashinani arendaga minadi ekan. Buni qo'shnilar xullas hamma biladi ekan, ya'ni taniganlar. Arenaga minib shu tirikchilik qilishyapti ekan. Ular shu uyda kvartirada o'tiribdi hozir. Kirib bu opani nima kasal, qanaqa hosillar ko'rsataman, iltimos sizlardan do'stlar. Ya'ni shu holamiz bo'ladi do'stlar, mana kech bo'lsa ham oldiga kirdik. Mana shu holat. Ya'ni bu kislorod shekilliga bu. Ya'ni shu kislorod orqali hozir mana xolam eplab kun kechirib turibdi ekan. Alaykum assalom bolam, kelinglar. Puli qancha ketishini bilmayman. Bannisalarda o'ziga bir kishiga 50 ming, 60 ming ekan bannisalarda to'lov o'zi. Birov qarab yotsa, shuni yarmini to'lar ekan. Sipam apparat deb qo'yar ekan, siqib suvni chiqarish kerak ekan. Keyin 2 oydan keyin operatsiya bo'lish kerak ekan. Endi u operatsiyasiga 30 ming, 40 ming dollar ketadi deyapti. Yo'q, Turkiyaga yo'q, Hindistonga borish kerak ekan. Hozir Toshkentga ham apparat kelyapti deyapti. U yerga ham kamida 20 ming ketadi. Joylashtirib bo'lgandan keyin deyapti. Yoshingiz nechida xola? 61. Mana ko'radi, uyda kvartirada o'tiramiz. Dadasi o'tganiga 2,5 yil bo'ldi. Kim bilan yashaysiz bu uyda? O'g'lim, qizim, nevaram. O'g'lim birodar mashinasini arendaga minadi. Boshqa oilayli yaxshiroq pulli ishda ishlasin desam, dadasi o'tganda uni ham ikkita tizzasini pasti yo'q bo'lib qattiq qoladigan bo'lib qoldi, turib. Uni ustiga men og'irlashib qolganimda chaqirishib oladi. Qizim ham chevarxonada ishlaydi. Nevaram. Do'stlar, emmak nomerlarini yozib olinglar. 0222 bilan 04 11 88. Qaytaraman, 222 bilan 04 11 88. Nima deb chiqardi opa? Saida K deb chiqadi ekan. Jambulskiy ko'chasi 45-uy bo'lyapti, ya'ni Sarag'asunovga 16 ga chiqqaninglarda, Sarag'asunovgadan 10 qo'lga kirganinglarda shu ko'chada bo'ladi. Bemalol kelib ko'rib holatini o'zingizlar ham bir qo'liga pul berib, ular yordaminglar qilsanglar ham bo'laveradi do'stlarim.